Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashish uchun ushbu videoni tayyorladim. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya yoshidagi yaqinlaringiz bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun nafaqat muhim, balki hayotiy zarurdir. Diqqat qiling. Aprel oyining oxirigacha rasmiylashtirishingiz sharti bo'lgan ba'zi qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar mavjud. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, ularni olish imkoniyatini butunlay yo'qotishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu mutlaq zarurat. Men sizga aynan qaysi to'lovlar haqida gaplashayotganimizni, ularni kimlar olishi mumkinligini va nima uchun shoshilish kerakligini har tomonlama tushuntiraman. Bu video har bir pensioner uchun nihoyatda ahamiyatli. Shuning uchun diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Aziz do'stlar, avvalambor gap aynan qaysi qo'shimcha to'lovlar haqida ketayotganini tushunib olaylik. So'nggi paytlarda pensiya tizimida bir qator jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Ilgari ko'pchilik qo'shimcha imtiyozlar va to'lovlar, masalan, kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar, tibbiy xizmatlar uchun chegirmalar yoki ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlarga ajratilgan maxsus nafaqalar ko'pincha avtomatik tarzda yoki ancha uzunroq muddat ichida rasmiylashtirilardi. Ya'ni siz pensiyaga chiqqaningizda yoki ma'lum bir maqomga ega bo'lganingizda tegishli idoralar bu haqda xabar topishi bilan o'zlari sizga tegishli hujjatlarni yuborishardi yoki sizning murojaatingiz uchun ancha keng vaqt oynasini taqdim etishardi. Ko'pincha bu jarayonlar bürokratik jihatdan sekin kechsa-da, vaqt bosimi nisbatan kam edi. Siz bemalol shoshilmasdan hujjatlaringizni to'plab murojaat qilishingiz mumkin edi. Ba'zi hollarda hatto pensiya jamg'armasi xodimlari siz bilan bog'lanib, sizga tegishli imtiyozlar haqida ma'lumot berishardi va ularni rasmiylashtirishda yordam berishardi. Bu tizim o'ziga yarasha qulayliklarga ega edi, chunki pensionerlarga ortiqcha tashvish tug'dirmasdi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi va aynan shu narsa mening sizlarga murojaat qilishimga sabab bo'ldi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar va qonun hujjatlariga muvofiq ba'zi qo'shimcha to'lovlar va kompensatsiyalarni olish tartibi keskin o'zgartirildi. Endi bu to'lovlar avtomatik tarzda tayinlanmaydi. Aksincha ular sizning shaxsiy arizangizga asoslanib va eng muhimi, juda cheklangan muddat ichida rasmiylashtiriladi. Aprel oyining oxiri bu muddatning so'nggi sanasi. Agar siz shu muddatgacha murojaat qilmasangiz, keyinchalik bu imkoniyat butunlay yo'qoladi va siz bu mablag'lardan mahrum bo'lasiz. Bu nafaqat yangi imtiyozlarga, balki ilgari mavjud bo'lgan, ammo endi qayta tasdiqlashni talab qiladigan ayrim imtiyozlarga ham tegishli. Sababi oddiy, davlat ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof va maqsadli qilishga intilmoqda. Ya'ni yordam haqiqatda muhtoj bo'lganlarga yetib borishini ta'minlash maqsad qilingan. Bu esa afsuski sizdan faol ishtirok etishni talab qiladi. Qisqasi, o'z haq-huquqlaringizni himoya qilish uchun o'zingiz harakat qilishingiz shart. Aks holda moddiy qo'llab-quvvatlashdan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Bu juda muhim o'zgarish, uni e'tiborsiz qoldirish mutlaqo mumkin emas. Yangi tizim shuningdek, bürokratik jarayonlarni qisqartirish va hujjatlar almashinuvini raqamlashtirishni ko'zda tutgan. Bu bir tomondan yaxshi, chunki hujjat yig'ish osonlashadi, ammo ikkinchi tomondan aynan muddat masalasi ko'pchilik uchun muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'rishga arziydi. Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Aynan qaysi qo'shimcha to'lovlar haqida gaplashyapmiz. Ularni kimlar olishi mumkin va kimlarga esa bu to'lovlardan tashvishlanish shart emas. Birinchi toifadagi qo'shimcha to'lov bu kam ta'minlangan pensionerlar uchun kommunal xizmatlar to'lovi bo'yicha subsidiyalar va kompensatsiyalar. Bilamizki, kommunal to'lovlar har yili oshib bormoqda va bu ayniqsa pensiya daromadi nisbatan past bo'lgan oilalar uchun katta og'irlik tug'diradi. Ilgari ba'zi hollarda bu subsidiyalar avtomatik tayinlangan bo'lishi mumkin edi. Ammo endi siz bu to'lovlarni olish uchun har yili qayta murojaat qilishingiz shart. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar sizning pensiyangiz minimal yoki unga yaqin miqdorda bo'lsa, shuningdek, siz bilan birga yashovchi oila a'zolaringizning umumiy daromadi belgilangan tirikchilik minimumidan past bo'lsa, siz albatta murojaat qilishingiz shart. Masalan, 70 yoshli Xolmat bobo, uning pensiyasi 900 ming so'm. Uning o'g'li Rossiyada ishlardi, ammo pandemiya tufayli ishini yo'qotib qaytib keldi va hozir ishsiz.
U bilan birga 2 nafar maktab yoshidagi nabirasi yashaydi. Xolmat boboning pensiyasi oilaning yagona daromadi hisoblanadi. Ilgari unga kommunal xizmatlarning mexr foizi qoplab berilardi. Bu yil u aprel oyining oxirigacha qayta murojaat qilmasa, bu imtiyozdan mahrum bo'ladi. Tasavvur qiling, oyga 2,2 ming so'mlik kommunal xizmatlarning yarmi. Ya'ni biri 25 ming so'm kam pul to'lashi bu oila uchun katta yordam. Agar bu subsidiyani yo'qotsa, oilaning turmush darajasi yanada tushib ketadi. Ikkinchi toifa bu yolg'iz yashovchi pensionerlar. Nogironligi bo'lgan shaxslar va o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lganlar uchun maxsus qo'shimcha to'lovlar. Bu to'lovlar asosan ularning turmush sharoitini yaxshilash, dori-darmon xarajatlarini qoplash yoki o'zgalar parvarishi uchun yordam berish maqsadida ajratiladi. Misol uchun, taqin yoshi Dilbar opa yolg'iz yashaydi. Uning yaqin qarindoshlari chet elda. Uning pensiyasi faqat o'z ehtiyojlarini zo'rg'a qoplaydi. Unga oyiga 1,7 ming so'm miqdorida parvarish uchun to'lov ajratilardi. Bu to'lov uchun Dilbar opa har yili o'zining yolg'iz yashovchi ekanligini va o'zgalar parvarishiga muhtojligini tasdiqlovchi hujjatlar bilan murojaat qilishi kerak. Agar u bu yil aprel oxirigacha murojaat qilmasa, yil davomida bu pulni ola olmaydi. Bu pul uning parvarishga keluvchi qo'shnisiga yoki dori-darmonlarga sarflanardi. Demak, bu to'lovni yo'qotish Dilbar opa uchun jiddiy moliyaviy muammo tug'diradi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun har oy ajratiladigan maxsus transport xizmatlari kompensatsiyasi ham shu qatorga kiradi. Agar sizda nogironlik bo'lsa va transportdan foydalanishga qiynalsangiz, sizga maxsus to'lovlar ajratilishi mumkin. Biroq bu ham endi avtomatik emas, balki sizning arizangiz asosida beriladi. Uchinchi toifa bu ayrim hududlardagi pensionerlar uchun jamoat transportidan bepul yoki imtiyozli foydalanish huquqini saqlab qolish uchun rasmiylashtirilishi kerak bo'lgan hujjatlar. Ba'zi shaharlar va viloyatlarda pensionerlarga jamoat transportidan bepul yoki katta chegirmalar bilan foydalanish imkoniyati beriladi. Agar siz ilgari bu imtiyozdan foydalangan bo'lsangiz. Lekin aprel oyining oxirigacha yangi turdagi kartani yoki guvohnomani rasmiylashtirmasangiz, bu huquqingizni yo'qotishingiz mumkin. Ba'zi viloyatlarda bu imtiyoz elektron kartalar orqali amalga oshiriladi va bu kartalarni aynan aprel oxirigacha yangilash yoki olish shart. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning pensiyangiz belgilangan minimal darajadan sezilarli darajada yuqori bo'lsa va oilangizning umumiy daromadi yuqori bo'lsa, siz kam ta'minlanganlar uchun mo'ljallangan subsidiyalarga haqli bo'lmasligingiz mumkin. Shuningdek, agar siz ilgari bu turdagi qo'shimcha to'lovlarga umuman murojaat qilmagan bo'lsangiz va o'zingizni yuqoridagi toifalarga kiritmasangiz, ehtimol sizga bu to'lovlar tegishli emas. Ammo shuni unutmangki, har bir holat individualdir. Agar o'zgina shubhangiz bo'lsa ham keyingi qadamlarga o'tishingiz kerak. Biror narsani o'tkazib yubormaslik uchun 2 marta tekshirgan afzal. Endi esa bu qoidalarga nisbatan istisnolar. E'tibor berish lozim bo'lgan nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan xatolar haqida gaplashaylik. Bu bo'lim ayniqsa muhim, chunki arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan omillarni tushunishga yordam beradi. Birinchi muhim nuansiz, ko'pchilik faqat o'zining pensiya miqdorini hisobga oladi. Ammo ba'zi qo'shimcha to'lovlar va subsidiyalar uchun butun oilaning jami daromadi hisobga olinadi. Ya'ni agar siz yolg'iz yashasangiz va pensiyangiz past bo'lsa, sizga osonroq bo'ladi. Ammo agar siz bilan birga ishlaydigan farzandlaringiz yoki boshqa qarindoshlaringiz yashasa va ularning daromadi yuqori bo'lsa, sizning kam ta'minlanganlik maqomingiz shubha ostiga olinishi mumkin. Davlat yordamni chinakam muhtoj bo'lgan oilalarga yo'naltirishga intiladi. Masalan, Gulnora opa o'zining pensiyasi past bo'lganligi sababli kommunal to'lovlarga subsidiyaga umid qilgandi. Ammo u bilan birga yashaydigan o'g'lining oylik maoshi ancha yuqori bo'lib, oilaning umumiy daromadi belgilangan chegaradan oshib ketgan. Natijada uning arizasi rad etildi. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin oilangizning umumiy daromadini sinchkovlik bilan hisoblab chiqing. Ikkinchi nozik jihat bu hujjatlarni to'liq taqdim etmaslik yoki noto'g'ri to'ldirish. Hatto bitta kichik xato ham arizangiz rad etilishiga olib kelishi mumkin. Aytaylik, pasportingizning nusxasini taqdim etdingiz, ammo asl nusxasini ko'rsatmadingiz. Yoki ariza shaklidagi biron bir katakni noto'g'ri to'ldirdingiz. Bu kabi xatolar ko'pchilikda uchraydi va jarayonni cho'zib yuboradi. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni 2 marta tekshiring.
ariza shakllarini diqqat bilan o'qing va har bir talabni to'liq bajarganingizga ishonch hosil qiling. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa, pensiya jamg'armasi xodimlaridan aniqlik kiritishdan tortinmang. Uchinchi holat bu yashash joyini o'zgartirish bilan bog'liq. Agar siz yaqinda bir manzildan boshqa manzilga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, sizning eski manzilingizda avtomatik tarzda hisoblangan imtiyozlar yangi manzilda avtomatik ravishda saqlanib qolmasligi mumkin. Siz yangi manzilda yana qayta murojaat qilishingiz shart. Bu ham ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan holat. Farruh aka Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga ko'chib kelgan. Viloyatda unga tibbiy xizmatlar uchun kompensatsiya berilardi. U shaharga kelib, bu imtiyoz avtomatik tarzda yangi yashash joyida ham amal qilishini o'yladi. Ammo u yangi manzilda qayta murojaat qilish kerak edi. Agar aprel oxirigacha murojaat qilmasa, u bu yordamdan mahrum bo'ladi. To'rtinchi holat, sog'lig'ingiz yomonligi sababli yoki boshqa jiddiy sabablarga ko'ra o'zingiz murojaat qila olmasangiz nima bo'ladi? Bunday hollarda qonuniy vakilingiz orqali murojaat qilish imkoniyati mavjud. Ammo bu vakilning shaxsi tasdiqlangan va notarial tartibda rasmiylashtirilgan ishonchnomasi bo'lishi shart. Oddiy qarindoshlik rishtalari bu yerda yetarli emas. Shuning uchun agar o'zingiz bora olmasangiz, ishonchnomani oldindan tayyorlab qo'yishingiz kerak. 5-xato bu muddatsizlik haqidagi noto'g'ri tushuncha. Ba'zilar bir marta imtiyoz tayinlangan bo'lsa, u umrbod amal qiladi deb o'ylashadi. Afsuski yuqorida aytib o'tganimdek, hozirda ko'plab to'lovlar har yili qayta tasdiqlashni talab qiladi. Shuning uchun meniki avtomatik ishlaydi degan xayolga bormang. Tekshirib va agar kerak bo'lsa murojaat qiling. 6-nuansiz, ba'zi imtiyozlar mahalliy hokimiyat organlari tomonidan, ba'zilari pensiya jamg'armasi tomonidan, boshqalari esa Xalq banki filiallari orqali rasmiylashtirilishi mumkin. Tegishli idorani noto'g'ri tanlash ham vaqt yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun qaysi to'lov uchun qaysi idoraga murojaat qilish kerakligini aniq bilib olish muhimdir. Aziz tomoshabinlar, hozirgi kunda ijtimoiy himoya tizimida raqamli texnologiyalar faol joriy qilinmoqda. Bu jarayonni tezlashtiradi, ammo ba'zi pensionerlar uchun, ayniqsa internetdan foydalanishga qiynaladiganlar uchun bu qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun agar sizda internet orqali ariza berish imkoniyati mavjud bo'lsa, masalan, YAIDXP, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali bu variantni ham ko'rib chiqing. Lekin agar siz bunga qiyinchilik tug'dirsa, hech ikkilanmasdan yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki bevosita tegishli idoralarga murojaat qiling. Sizning huquqlaringizni himoya qilish birinchi o'rinda turadi. Endi esa ushbu qo'shimcha to'lovlarni rasmiylashtirish uchun nima qilish kerakligi haqidagi aniq ko'rsatmalarga o'tamiz. Amaliy maslahatlarimni diqqat bilan tinglang, chunki bu sizning harakatlar ketma-ketligini belgilab beradi. Birinchi qadam o'z holatingizni baholash. Kimlar ushbu qo'shimcha to'lovlarga haqli ekanligini yuqorida aytib o'tilgan mezonlarga mos kelishingizni tekshiring. Agar oilangizning umumiy daromadi belgilangan chegaradan past bo'lsa, yoxud siz yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan pensioner bo'lsangiz, demak, sizning murojaat qilish imkoniyatingiz yuqori. O'zingizga to'g'ri savollar bering. Mening pensiyam qancha? Oilamizning umumiy daromadi qancha? Men yolg'iz yashaymanmi? Nogironligim bormi? Kommunal xizmatlarga to'lovlarim og'irlik qilyaptimi? Ushbu savollarga bergan javoblaringiz sizni keyingi bosqichlarga yo'naltiradi. Ikkinchi qadam hujjatlarni to'plash. Bu ro'yxatga quyidagilar kiradi. Ammo shuni unutmangki, har bir imtiyoz turiga qarab qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilmoqchi bo'lgan idorangizga oldindan qo'ng'iroq qilib, aniq ro'yxatni so'rab olishingiz eng yaxshi yo'l. 1. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Pasportingizning asl nusxasi va kamida 2 ta nusxasi. Pasportingizning muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. 2. Pensiya guvohnomangiz. U ham asl va nusxalarda bo'lishi shart. Oilangiz a'zolari tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ushbu ma'lumotnomani mahalla idorasidan olasiz. Bu ayniqsa kommunal subsidiyalar yoki yolg'iz yashovchilar uchun mo'ljallangan to'lovlar uchun muhim. 4. Agar talab qilinsa, oilangizning so'nggi 3 yoki 6 oylik daromadlari haqidagi ma'lumotnoma agar siz ishlaydigan bo'lsangiz. Ish joyingizdan ishlamasangiz va daromad manbangiz pensiya bo'lsa, bu ma'lumot pensiya jamg'armasida mavjud bo'ladi. Lekin agar oila a'zolaringiz ishlasa, ularning ish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Bu ayniqsa kam ta'minlanganlik asosida beriladigan imtiyozlar uchun juda muhim.
5 kommunal xizmatlar uchun to'lov qog'ozlari, agar siz subsidiya uchun murojaat qilgan bo'lsangiz, oxirgi oylik kvitansiyalar. 6. Nogironlik guvohnomasi yoki tibbiy xulosa. Agar nogironlik asosida murojaat qilsangiz, nogironlik muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Bank hisob raqamingiz rekvizitlari, chunki ko'pgina to'lovlar naqd pulsiz bank orqali amalga oshiriladi. Bu ma'lumot bankingizdan olishingiz mumkin. Barcha hujjatlarning nusxalarini oldindan tayyorlashni unutmang va aslarini o'zingiz bilan olib boring. Ularni ko'rsatish talab qilinishi mumkin. 3-qadam. Murojaat qilinadigan idora. Kimga murojaat qilish kerakligini aniq bilib oling. Pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlari. Ko'pgina qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar aynan shu yerda rasmiylashtiriladi. Masalan, nogironlik nafaqalari, yolg'iz yashovchi pensionerlarga yordam. Xalq bankining tuman, shahar filiallari, ba'zi ijtimoiy to'lovlar va pensiya bilan bog'liq moliyaviy masalalar shu bank orqali hal qilinadi. Ba'zi elektron kartalarni rasmiylashtirish ham bu yerda amalga oshirilishi mumkin. Mahalliy hokimiyat organlari, hokimiyatning ijtimoiy bo'limlari, kommunal xizmatlar uchun subsidiyalar kabi ba'zi ijtimoiy yordam turlari bevosita mahalliy hokimiyat ko'magida amalga oshiriladi. Shuningdek, mahalladan ma'lumotnomalar olish uchun ham murojaat qilasiz. Davlat xizmatlari markazlari, DXM, ko'pgina davlat xizmatlari, shu jumladan ijtimoiy yordam bilan bog'liq arizalar DXM orqali qabul qilinadi va rasmiylashtiriladi. Bu eng qulay variantlardan biri hisoblanadi. Chunki barcha turdagi xizmatlarni bir joydan olish imkoniyati mavjud. 4-qadam arizani to'ldirish. Sizga beriladigan ariza shaklini diqqat bilan o'qib chiqing. Har bir maydonni aniq va to'g'ri ma'lumotlar bilan to'ldiring. Agar savolingiz bo'lsa, o'zingiz urinishdan ko'ra idora xodimlaridan yordam so'rang. Arizangizda xatolar bo'lmasligi kerak. Aks holda bu sizning vaqtingizni bekorga sarflashga olib keladi. Ariza berganingizdan so'ng sizga arizaning qabul qilinganligi haqida xabar beruvchi kvitansiya yoki ro'yxatga olish raqami berilishini talab qiling. Bu kelajakda agar biror muammo yuzaga kelsa, sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. 5-qadam. Muddatlarni unutmaslik. Yana bir bor takrorlayman. Barcha hujjatlar aprel oyining oxirigacha taqdim etilishi shart. Agar aprelning so'nggi kunlari shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelsa, undan oldinroq murojaat qilishga harakat qiling. Chunki dam olish kunlari idoralar ishlamaydi. Oxirgi daqiqaga qoldirmang. Chunki kutilmagan to'siqlar, masalan, tizimda nosozliklar, hujjatlarda kamchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Aziz do'stlar, men sizga bugun juda muhim ma'lumotlarni yetkazdim. Bu qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar ko'pchilik pensionerlar uchun moliyaviy ahvolni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Yana bir bor takrorlayman. Aprel oyining oxiri bu oxirgi muddat. Hech qanday bahona qabul qilinmaydi. O'z haq-huquqlaringizni himoya qilish uchun hoziroq harakat qiling. Kechikish sizga qimmatga tushishi mumkin. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men yoki kanalimizning boshqa mutaxassislari ularga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu video ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va bizga yangi foydali kontent yaratish uchun motivatsiya beradi. Sog' bo'ling va o'z huquqlaringizni biling.